Salom do'stlar, Life TV'da yangi loyiha tavsiya qilamiz. Biz hozir Family Med klinikasidamiz. Agar bu yer sizlarga tavsiya qilishga arzisa, biz tavsiya qilamiz, yo'qsa tavsiya qilmaymiz. Aytgancha biz bu yerni 5 ballik sistemada baholaymiz. Qani ketdik. Bu yerda qabul jarayonlari ham tizimlashtirilgan. Tizim zamonaviy va qulay tashkil etilgan. Ro'yxatdan o'tish jarayoni tezkor va oson. Har kuni yuzlab bemorlar sifatli xizmat olish uchun ushbu klinikaga murojaat qilishadi. Qabul jarayonlari elektron tizim asosida amalga oshiriladi. Klinika 2021-yilda ochilgan bo'lib, hozirgi kunda ginekolog, urolog, lor, xirurg, travmatolog, terapevt va shu kabi 15 xil yo'nalishdagi oliy toifali shifokorlar bemorlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Family Med ko'p tarmoqli klinikalar qatoriga kiradi. Ginekologiya, urologiya, lor kabi yo'nalishlar esa asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Bu yerda professional operatsiya jarayonlari ham o'tkaziladi. Klinikada zamonaviy va xavfsiz usullarda operatsiyalar olib boriladi. Ginekologiya, urologiya yo'nalishlaridagi operatsiyalar eng zamonaviy lazer texnologiyasi yordamida amalga oshiriladi. Bundan tashqari burundan go'sht olish, burun to'sig'ini to'g'irlash, quloq, tomoq, burun sohasi bo'yicha lor operatsiyalari ham o'tkaziladi. O'rtoq, yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Bu yerda yotib davolanish uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. 1 kishilik, 2 kishilik, 3 kishilik va bundan tashqari lyuks xonalar ham mavjud. Barcha xonalar hammom, sanuzel, televizor, xolodilnik, konditsioner, idish, tovoq va boshqa barcha sharoitlar bilan ta'minlangan. Bundan tashqari xona to'lovining ichiga 4 mahal issiq ovqat ham qo'shiladi. Bu yerda yotib davolanayotgan bemorlar bemalol fizioterapiyalardan ham foydalanishi mumkin. Zamonaviy laboratoriyada 400 dan ortiq tahlil turlari mavjud. Biokimiya, gormonlar, virusli gepatitlar va boshqa shu kabi umumiy analizlar mavjud. Family Med sizning salomatligingiz yo'lida eng ishonchli hamroh.